Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun Cherry Navoiy avtosalonidamiz. Bugungi videomizda nasib bo'lsa, Cherry'ning servis haqida ham bir videoni boshidan to'liq ma'lumot bermoqchimiz. Ko'pchilik servisga qiziqadi. Servis qanaqa yo'lga qo'yilgan, zapchastlari topiladimi, yo'qmi? Hozir videomizning boshidan avtosalonning menejeri Begzod aka bilan sizlarga bir qisqacha ma'lumot berib ketamiz. Begzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Siz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hop, bugun videoni noodatiy tarzda boshlaymiz. Xo'sh. Sababi har doim o'sha eshikdan kirish joyida boshlagan bo'lsak, masalan brendimizni ko'rsatish uchun yoki bo'lmasa joylashgan manzilimizni ko'rsatadigan bo'lsak, bugun teskari tartibda, ya'ni servisdan boshlaymiz. Hop, servis masalasida keladigan bo'lsak, bu bizning boksimiz hisoblanadi, ya'ni servis bo'limimiz. Ko'rib turishingiz mumkin, mana bu yerda mana podyomniklarimiz bor, zamonaviy asbob-uskunalar qo'yilgan. Bizda faqat Cherry emas, boshqa brendlarimizga ham servis xizmatlarimiz tashkillashtirganligi uchun mana hozir mana bu yerda Chang'an avtomobilini servis jarayoni bo'lyapti. Hop, nima sababdan Cherry avtomobili xarid qilayotgan payti servis masalasidan qo'rqmasligi kerak xaridorlar? Birinchisi, bu O'zbekistonda yig'iladigan narsa. Ya'ni Jizzaxda, ADM Jizzax zavodida bu avtomobillarimizni sborkasi bo'ladi. Butlovchi qismlar deyarli hammasi o'zimizda mahsulot, ya'ni O'zbekiston milliy mahsuloti hisoblanganligi uchun O'zbekistonda zapchaslari muammo bo'lmaydi. Ayniqsa servisda. Shunday. Biz avtomobillarimizga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiya berishimizning asosiy sababi motor, korobka, elektron qismiga qilib beramiz hamda o'shalarni zapchas bilan ta'minlab berish bizning vazifamizga kiradi. Ya'ni o'sha buzilib qolgan qaysi detalingiz bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilasiz. Biz o'sha detallarni sizga yetkazib berishga harakat qilamiz. Endi to'g'ri, bir xillari nalichida tayyor bo'ladi, bir xillarini bir kundan 3 kungacha bo'lgan muddatda olib keltirib beramiz. Oddiy fakt asosida ko'rib chiqiladigan bo'lsak, xo'p, mana bu Tigo 7 Premium 7 Pro avtomobilimizni premium komplektatsiyasi 2025-yildagi dizayndagi, ya'ni ko'rinishi door restyling variantidagi mashinamiz hisoblanadi. Xo'sh. Hop, uncha ko'p bo'lmadi, bir 2 kunmi oldin adashmasam, yoki 2 kun yoki 3 kun bo'ldi. Hop, Qo'ligulibda ustamiz bor, Do'stmurod degan akamiz bor, avtoservisimizda. Avtomobilimizni eski holatini ko'rsatib o'taman. Mana bu minib kelgandagi ahvoli. Ya'ni bu mana bu ko'rishingiz mumkin aka, eshik deyarli qayta tiklanmaydigan holatga kelgan. Sababi mana bu yerda mana g'ijim bo'lgan joyi bor. G'ijim bo'lgan joyi bor hamda eshikning pastki qismi dabdala bo'yatibdi. Agar bu masalada misol uchun qaysidir qimmat vakuumchiga yoki boshqaga qilib to'g'rilasa bo'lardi, lekin zavodskiy o'zinikidek bo'lmaydi. O'rniga zavod holatidagi mana bu eshiklarni olib keltirib berganmiz. Faqat kraska qilish holati qoldi. Bunda detal almashgan hisoblanmaydi. Ya'ni detal almashgan hisoblanadi, lekin kraska bo'lgan hisoblanmaydi. Sababi zavoddan qorasi bilan kelmaydi bu. Gruntovka holatda keladi, kraska sepib beramiz, o'ziniki bilan bir xil chiqadi, maza qilib buni yuraveradi. Arzonroq ham bo'lsa kerak. Ham nisbatan arzon ham chiqadi. Mana sizga bitta fakt, sababi bizda hamma zapchaslari bor. Mana 3 kun bo'lgan bo'lsa kelganimizga o'sha materialimiz yetib kelishi, ya'ni eshiklarimizni olib kelib berishimiz, o'rnatib berishimiz, mana hozir deyarli ishlarimiz 90% bajarib bo'lindi. Faqatgina kraska holati qoldi. Bitta kraska sepib, polirovka qilib mashinani chiqarib olamiz. Tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Xo'p. Endi faqat bular zakaz asosida keladi. Ya'ni bu zapchaslarimiz doimiy muhtojlik yo'qligi sababi olib keltirilmaydi. Faqat zakaz asosida keladi. Keling. Xo'p, endi bu yoq sotuv bo'limimizga kirib kelamiz. Boshqa masalalar. Oddiy misol, kimdir kalotka izlayveradi yoki originaldan kerak deydi. Mana bu yerda kalotkalarimiz bor. Cherry'ning o'ziniki original kalotka, o'sha Xitoyda ishlab chiqarilgan kalotkalarimiz bo'ladi. Undan tashqari bu yoqda ham sal boshqacharoq ko'rinish, mana ko'rishingiz mumkin. O'zinikidan bo'ladi. Endi bu qaysi birdir Ariza 6niki, qaysi birdir Tigo 7niki bo'ladi. Xo'p, transmissiya moyalimiz, ya'ni korobkaniki. Bunisi mana STV, chunki variator korobka bo'ladi. Buni o'zini probegi bor, adashmasam 30 ming 40 ming kilometr oralig'ida korobka moyini almashtirish kerak bo'ladi. O'sha korobka moyini almashtirayotgan payti o'zimizga murojaat qilinganda mana shunda moyini almashtirib beramiz. Salon filtrlarimiz, воздушный filtrlarimiz, hamma narsamiz bor. Undan tashqari mana bunaqa naborlarimiz bo'ladi. Bizda servis bo'limimizda aksiyalar bo'lib turadi. Xo'sh. Bu aksiyalardan xabardor bo'lish uchun bizning Instagram yoki bo'lmasam Telegram yoki Facebookda, hattoki YouTube'dagi mana siz orqali ham xabardor bo'lib turish mumkin bo'ladi. O'sha videolarda servisdagi aksiyalar, sotuv bo'limidagi aksiyalar haqida to'liqroq ma'lumot beriladi.
Rasmiy servisimiz bor. Rasmiy servisimizda o'sha 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiya hamda malakali mutaxassislarning maslahatlari hamda qilib beradigan ishlarimiz bo'ladi. Kun mavzusiga qaytadigan bo'lsak, videoni oxirigacha tomosha qilishingizni tavsiya etamiz. Faqat sal uzoqroq bo'ladi, cho'zilib turadi. Sababi avtomobillar haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p. Gap yo'q aka. Keling Rasulcha. Avtosalonni ichkarisi mana Cherry Navoiy avtosaloni. Shunday, Cherry Navoiy avtosaloni, ADM Master Cherry Navoiy avtosalonidasiz. Xo'p, yangiliklardan bittasi o'tgan videolarimizda qo'yib o'tganmiz Tigo 2 Pro masalasida. Ya'ni 1-apreldan 30-aprilgacha bo'lgan muddatda ushbu avtomobillarimizda 40 million so'm foyda asosida xarid qilish imkoniyati bor edi. Ko'pchilik bunga ulgurmadi, kommentariyalarimizda o'sha yana cho'zib bering yoki bo'lmasa yana muhlatni uzaytirib bering yoki yana qachon bo'ladi degan savollarga bittada javob berib to'xtalib o'tib ketamiz. Bu aksiyamiz 1-maydan 31-maygacha cho'zildi. Cho'zildi. Bu juda ham qulay va katta imkoniyat hisoblanadi. Sababi o'zi ixchamgina O'zbekiston bozorida buni konkurentlar o'rtasida funksiyasi ko'p hisoblanadi. Hatchback tipidagi modellarimizdan. Buni misol uchun taqqoslaydigan bo'lsak, o'zimizda GM avtomobilida komforti sal kamroq avtomobillardan ancha qulay bo'ladi, lekin narxi eski narxi 214 million 900 ming so'm, ya'ni bo'lib to'lash rassrochka narxida hamda foyda asosida avtokredit yoki naqd pul asosida xarid qiluvchilarga 174 million 900 ming so'mga xarid qilish imkoniyatini beramiz. Faqat 40 million so'm chegirma asosida, ya'ni foyda asosida 1-maydan 31-maygacha bo'lgan muhlatda ulgurib qolish kerak bo'ladi. Bunaqa imkoniyat faqat Cherry Navoiy ADM Master avtosalonida bo'ladi. Xo'p, boshqa avtomobillarimizga ham bunaqa aksiyalarimiz bor. Nafaqat Tigo 2 ga, xohlasa mana Tigo 7 avtomobilni olishimiz mumkin. Bu avtomobilda restyling holati hisoblanadi, ya'ni ichki tashqi ko'rinishlari Tigo 8 Pro avtomobilini deyarli 70% o'zida mujassam qiladi. Ya'ni bu mashinamizda Tigo 8 ga havasi ketgan, lekin imkoniyati yetmaydigan, misol uchun solishtiradigan bo'lsak, orasida 40 million 50 million so'm farq qiladi. O'sha Tigo 8 bilan Tigo 7 ning o'rtasida. Lekin buni ichidagi komforti o'sha Tigo 8 ni nima deydi, komfortini beradi. Ya'ni eshik kartalari, torpedalarimiz, tablolarimiz, panorama lyuklarimiz, orqa o'rindiqlarimiz hamma narsasi Tigo 8 niki bilan bir xil keladi. Va bu avtomobilda oldingisiga nisbatan yangiliklari bor. Ya'ni motorimiz o'sha 1.5 turbina 147 ta ot kuchlik turbo motor bilan jihozlangan bo'lsa, oldingi komplektatsiyalarimizda 2025-2023 yilda dizaynlarimizda bunda variator korobka bilan jihozlangan bo'ladi. Hozir yangilangan modelimizda ikkinchi pozitsiyamizda premium komplektatsiyasida transmissiyasi, ya'ni korobkasi robot korobka bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, videomizda juda ham cho'zilib ketmasligi uchun qisqa qilib bu haqida to'liq ma'lumot berib o'tdik. Oldingi videolarimizda ham ayrim avtomobillarimizda qilgan narsani qilamiz, ya'ni noodatiydroq bo'ladi. Test drive. Chunki bunga yana bir ikkita funksiyalar ham qo'shilganda, sababi buni o'sha robot korobkaligi hamda 8larda bekorga 8 haqida to'xtalib o'tmadim. Svetoforga borgan paytda o'chadigan funksiyalari ham qo'shilgan bo'ladi. Ham siz ham bu mashinani haydab ko'rmagan bo'lsangiz kerak hali menimcha. O'sha yonimda o'tirasiz, xudo xolasa, o'zingizdagi emotsiyalaringizni, ya'ni fikrlaringizni nima deydi, aytib o'tib ketasiz. Bu sizni ham muxlislaringiz uchun, Cherry'ga qiziqqan, boshqa avtomobil xarid qilishni xohlagan haydovchilar uchun ham juda ham qiziq hisoblanadi. Ketdik, avtomobilni haydab ko'ramiz, yuring. Ketdik aka. Sizlarni Cherry Navoiy avtosalonida kutib qolamiz. Bizda har doim yangi, o'sha minilmagan, nima deydi, salafan avtomobillar deydi-ku, paket avtomobillar hidlari ham ketmaydi. Keling. Bu yoqda yangiliklar ko'p Cherry salonida. Faqat benzinli mashinalar emas, gibrid mashinalar ham anchagina ko'paygan. Shunaqa. Xo'p, Tigo 7 Pro avtomobilimiz oldiga yaqinlashgan paytda avtomatik o'zini eshiklari avtomat ochiladigan bo'ladi. Uzoqlashgan paytingiz avtomatik qulflanadi. Salonga kirasiz, keling. Ketdik. Oldi. Ko'rinishini ko'ringlar. 360 kamera, yumshoq balonlarda, peskulchoy dostup. Salon ko'rinishi. Ashyoqlari yumshoq materiallardan qilingan. Bismillah. Hammaga nasib qilsin. Xo'p, inomarkalar. Shunday, hammaga nasib qilsin, xudo xolasa xizmatida bo'lamiz. Shaxsan o'zim Navoiy Cherry avtosaloniga yetib kelsalar, o'sha ish vaqtimiz har kuni ertalabki 9 dan kechqurungi soat 20:00 gacha bo'lgan muhlatda bo'ladi. Dushanba kundan yakshanba kungacha. Test drive'larimiz har kuni ertalab 9:00 dan 18:00 gacha kelgan har bitta mijozimizga mutlaqo bepul hisoblanadi. Bepul test drive. Xuddi shunaqa.
Xo'p, Android sistemaga ega bo'lgan video nima deydi? Monitorimiz bo'ladi. Xo'p, undan tashqari bunda Apple CarPlay hamda Android Auto sistemalari mavjud. O'zida zavodskoy bo'ladi, rusifikatsiya qilingan bo'ladi, zavodskoy rus tilida bo'ladi. Undan tashqari mana oldingilarimizda sidenamizda faqat ikkitagina pamyat sidenasi bo'lardi. Haydovchiga o'sha haydovchi o'rindig'i ikkitaga moslashgan bo'ladi. Hozir o'sha narsa 3 taga, ya'ni bittaga ko'payib 3 ta bo'lyapti. Eshikda mana bu yerda xrom detallar bo'lyapti, oynalar ko'tariladi, ko'tarilgan paytda detskiy rejim bor, qisib qolmaydi. Undan tashqari zavodskoy o'zida signalizatsiyalarigacha bor и avtozapusk, ya'ni pultdan zavod bo'ladigan funksiyalari ham bo'ladi. O'zida shunchalik aqlli bo'lgan hozir. Ruchnoy tormozimiz elektronli bo'ladi. Biz xavfsizlik kamarini taqdik, skorichagimiz xrustalniy bo'lib kelyapti. Besprovодной zaryadkamiz, podstakanchalarimiz bor. Termobar. Termobar deganda qanday? Agar hozir konditsionerni qo'shadigan bo'lsak, bunga yaqday havo keladi. Qishki kuni pechkani qo'shadigan bo'lsak, issiq havo keladi. Endi iliqroq havo bo'lganda, o'sha ichiydigan yoki yeydigan narsangizni sovuq emas, iliqroq qilib foydalanasiz. Xo'p, tormozni bosamiz, D ga o'tkazamiz, tormozdan oyog'imizni olamiz. Mashina joyida turibdi. Hali ruchnoy tormozimiz o'rnidan qo'zg'algani yo'q. O'rnidan ruchnoy tormozimiz tashagani yo'q. O'sha gaz pedalini sal bosamiz mana. Sal tegizgan paytimiz o'zi ruchnoyimiz avtomatik tushadi, ya'ni o'zi tushadi. Shunaqa, o'zi tushadi. Bu haydovchilar uchun juda ham komfort hisoblanadi. Sababi siz ortiqcha harakat bilan ruchnoyni ko'tarib tushir qo'yotmaysiz yoki bo'lmasam qayerdadir yurib ketadigan paytingiz skoroskka solgandan keyin ruchnoyingiz ko'tarilib qolgan bo'lmaydi. Esingizdan chiqib ketadi, ko'pchilikda bo'ladi. O'sha ruchnoy tormozi ko'tarilib qolgan payti bir ikkita siltab oladi. Agar barabanovoy tormoz sistema bo'ladigan bo'lsa, o'sha barabanning ichida kalotka joyidan qo'zg'alib ketadi. Mashina ushlamaydi keyin. Buziladi keyin. Ruchnoy yaxshi ishlamaydigan bo'lib qoladi. Shunaqa, ruchnoyda yaxshi ishlamaydigan bo'lib qoladi yoki troslari slab bo'lib qoladi. Tushunarli. Mana 360 kameramiz ko'rsatibdi. Shunday 360 gradus kameramiz ko'rsatadi. Buriladigan paytimiz atrofni muhitni ko'rsatib beradi. Ko'rsatib turadi. Katta trassaga chiqib olish ozgina qiyin. Mashina juda ko'p. M37 trassada joylashganimiz sababli bizda hozir transport qatnovi aynan chas pik paytida. Chas pik payti. Unda kamiga mana akam ham sal xalaqit qilib turibdi bizga. Katta mashinalar ko'p kelibdi hozir. O'zi sig'ardi, nima haydamadi bilmadim. Ha, mayli. Ketdik. Chiqib olamiz sekin. Mashinaga xalaqit qilmasdan chiqib olamiz. Hop, 0 dan 100 gacha 7 sekund o'rtasida ko'tariladi. Effekti bosgan paytingiz ovozlari ham turma bo'lgan hisobiga tortishi ham zo'r. Hop, oynani ko'tarmay turing Rashidjon. Oynada tashqaridan keladigan shovqinni eshitib turibsiz, to'g'rimi? Avtomobil harakati, oqimlar, boshqalar. Ana endi ikkala oynani ham ko'taramiz. Oynani ko'targan paytimiz tashqi shovqinlarimiz ichkariga umuman eshitilmaydi. Maza qilib shumizolyatsiya qilingan avtomobilimizda harakatlanib ketaverasiz. Xo'p, bu klimat sistemasi, klimatini ham ko'rsatib bering. Klimat sistemamiz bo'ladi. Klimat sistemamizda hop temperaturamizni o'zimiz nazorat qilamiz. Necha gradus kerak bo'ladigan bo'lsa, hamda shamollarini bu yoqda ruchnoy qilsak ham bo'laveradi yoki bo'lmasam bu tomondan knopka orqali boshqarsak ham bo'ladi. Tushunarli. Klimat kontrol bor, ha, ikkita zonada. Klimat kontroli albatta ikkita zonalik bo'ladi. Ikkala zonada ham klimat kontrolimiz ishlab turadi. Tushunarli. Xo'p, bundan tashqari bunda cruise control bor, hamda mana avtohold sistemasini qo'shib ishlatgan paytda, hop, mana bu yerda mana o'sha funksiyalarni qo'shamiz. Mashinalar yaqinlashsa o'zi kamera yonadi. Shunaqa, avtomobillar mashina yaqinlashgan paytda kameralar yonadi. Tortish zo'r ekan. Tortish zo'r ekan. Yaxshi, maza qilib foydalanamiz. Hadovoy qanday sizga? O'sha hadovoychasini ham hozir sinab ko'ramiz. Xo'p. Endi to'g'ri, kamera effektni bildirmaydi, sababi kamerada misol uchun g'adir-budirdan yurganingiz yoki bo'lmasam sizga qanaqadir jo'skilik qilingani bilinmaydi. Bilinmaydi. O'sha uchun har bitta o'sha bu mashinaga qiziqqan, bu mashina olmoqchi bo'lganlarni har birini o'sha avtosalonimizga taklif qilamiz. Mashina olmasa ham bitta haydab ko'rsin. Balkim 3 oydan keyin olmoqchidir, balkim 1 yildan keyin olmoqchidir, balkim shunga pul yig'ib yurgandir. Shunday. Fikri aynimasligi uchun, misol bir xilla bo'ladi, mashina sotib oladi, sotib olgandan keyin unga hadovoy qismi yoqmaydi. Buni olishga misol masalan
avtomobil xarid qilish uchun har kuni bo'ladigan narsa emas. Shunday. Har 2 yilda, 3 yilda yoki bo'lmasa 5 yilda bo'ladigan narsa. O'sha uchun to'g'ri yo'lda qo'pol qilib aytganda Zaporojam tekis yuradi. Tekis yuradi. Ha, biz hozir mana mahallaning ichiga kiryapmiz, ko'rishingiz mumkin. Mahallaning ichiga kiryapmiz. Mana suv sepishlari ham zo'r va ob tozagina bo'ladi. Hop, balonlarimiz dami ko'rishimiz mumkin. Hozir agar ko'rsatsa balonlarimiz Dami ham ko'p deyman, haqiqatan. Ha. Hop. Lekin amortizatorlar zo'r ishlayapti lekin. Ha. Damini ko'rsatmadi, kalibrovka qilish kerak ekan. Hop, balonlarimiz dami zavoddan kelganning hisobiga kamida 2,5 yoki 3 atmosferada bo'ladi. Do'ngchalardan zo'r o'tyapti. Do'ngchalardan zo'r o'tadi. Maza qilib foydalanasiz. Haydab ko'rish kerak, albatta. Hozir men ming maqtaganim bilan o'zlari his qilmaydi-da bu narsani. Shunday, his qilib bo'lmasa, bo'lmaydi. Oddiy misol, o'zbekmiz-ku baribir. Shunday. Masalan, hozir endi to'g'ri, onlayn magazinlar ko'payib ketgan. Kiyim-kechak olmoqchi bo'lsangiz ham onlayn magazindan zakaz qilsangiz, bir xil tor, bir xil katta, bir xil o'lchamlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi yoki razmerlari bir-biriga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shunday. O'sha uchun qadimda aytilgan, otang bozor, onang bozor. Kelsin, ko'rsin, haydab ko'rsin, ma'qul bo'lsa qilib beramiz. Ma'qul bo'lmasa majburlash yo'q. Boshqa mashinalarni ham olib ketaveradi. Oddiy oyoq kiyim olmoqchi bo'lsangiz ham bozorga borib kiyib ko'rasiz. Tor bo'lsa olmaysiz yoki keng bo'lsa olmaysiz. Shunday. Hop, mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin o'zimizni oddiy mana ichki yo'llarga, ichki yo'llarga yurgan payti ham zo'r yuradi. Mana sal balandroq barber. Ana Reis aka o'zi baloni ham normal ekan-a? Balonlari yaxshi, yumshoq balon qo'yilgan. Faqat bu balonlarning hozirgi holatida mana bu mahallada ham bitta cherik bor ekan. Bu o'zini holatida ozgina zavoddan dami ko'p bo'lib keladi, o'sha damini pasaytirib olish kerak, normaga tushirib olish kerak, bemalol yuraveradi. Maza qilib yurar ekan. Maza qilib yurishadi shunday. Ana, bu tomonga qarab beramiz mahallaning ichiga. Mana. Yurishlari, o'zini tutishi. Endi yuqori tezlikda haydab ko'rmayapmiz-ku. Endi mahallaning ichida tez ham haydab bo'lmaydi. Haydab bo'lmaydi. Bola chiqib qolishi mumkin yoki bo'lmasam nimadir bo'lib qolishi mumkin. Qonun qoidalarimizga ham etika estetikaga ham to'g'ri kelmaydi. Sababi birovni eshigining tagida mang'illatib, bu yoqqa o'tish, bu yoqqa o'tish, ko'pchilik domda yoki bo'lmasa hovlida turadi. Hech bo'lmaganda salgina bo'lsa ham qarg'ib qo'yadi. Begisdagi dalni yo'lda ham haydab ko'rgansiz-a? Ha, dalni yo'lda ham haydab ko'rganmiz bu mashinani. Endi dalni yo'lda yumshoqligini ko'rishdan ko'ra dalni yo'lda rasxodini ko'rish. Chunki ko'pchilikka muhim. Sababi bu avtomobilimizni o'zi kalta yurishda, ya'ni shahar ichida yurgan payti o'rtacha siklda 8 litrgacha benzin rasxod qiladi. Xo'sh. Agar 60 tezlikdan o'sha 70-60 tezlik atrofida harakatlanib tursangiz, unda avtomobilimiz sizga 7-7,5 litrgacha benzin rasxodini ko'rsatib beradi. Agar masalan tezligingiz yana ham kamayib ketadigan bo'lsa, kalta yurishingiz ko'payib ketadigan bo'lsa, rashan unda yoqilg'i sarfimiz yana ko'payishi mumkin. Chunki kalta yurgan paytda bilasiz, hamma mashina ham ko'p rasxod qiladi. Ko'ryapti? Bu qarang, buni xohlasangiz mana qilib 3Dda ham ko'rsangiz bo'ladi. Atrofda ham tomosha qilsangiz bo'ladi. Eng qiziqarli tomonini aytaymi sizga? Xo'sh. Qarang. Tabiat qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa ko'rinishda ko'rsatadi. Atrofda ko'p ko'rsatadi. Yashil ko'rsatyapti. Daraxtlarni, hamma narsani. Kameralar tiniq. Kamerachalari zo'r tiniq ishlaydi. Bu mashinani olib faqat haydash kerak. Xo'p, robot korobkamiz 9 pog'onalik bo'ladi. 9 talik, ha? Shunday 9 pog'onalik bo'ladi. Motorimiz 1,5 turbina bo'ladi hamda ushbu motorda 147 ta ot kuchi bilan jihozlangan bo'ladi mashinamiz. Motoriga, korobkasiga, elektron qismiga 5 yil yoki 150 ming kilometr garantiya beriladi. 150 ming kilometr. 150 ming kilometr. Bu asosiy garantiyamiz, ya'ni asosiy kafolatimiz hisoblanadi. Undan tashqari ko'pchilik savol beradi. Nimaga? Boshqa joyga garantiya bermaysizmi? Hadovoyga, misol uchun. Yo'q, hadovoyga garantiya bermaymiz. Chunki siz qanaqa yo'ldan yurishingizni biz bilmaymiz. Hech kim bilmaydi. Misol uchun siz tog'da yurarsiz yoki bo'lmasam bardurni ustidan o'tib ketgan bo'lishingiz mumkindir yoki bu yana boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Hadovoyda ham garantiyasi bor, qisman. To'liq 5 yil yoki 150 ming kilometr emas. Oddiy misol uchun amortizator. Amortizatorlarimizga 1 yil adashmasam 20 ming kilometrgacha garantiya beriladi. Tormoz disklarimizga ham xuddi shunaqa garantiyalari bor. Oddiy misol, ushbu avtomobilimiz mana bu pultida batareykasi bo'ladi. Hozir mana ko'rishingiz mumkin maniki. Mana bu qismida batareykasi bor.
Mana shu batareyaga ham 6 oy garantiya beramiz. 6 oy. Shunaqa, 6 oy garantiya beramiz oddiy batarekamizga. Qolganlariga ham o'sha qisman garantiyalarimiz bo'ladi. Faqat motori, korobkasi, elektron qismiga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiya qilib beramiz. Tushunarli aka. Shunaqa. O'zi motorlar qanday aka? Seplik motor, nadежныйmi? Motori seplik bo'ladi. Unaqa o'zini-o'zi ligrovka qiladigan bo'ladi. Misol uchun remenli motor haydaydi-ku ko'pchilik. Xo'sh. Ko'pchilik remenli motor haydagan payti remenni probegi bo'ladi. Birinchisini 70 mingda, keyingisini har 40 ming kilometrda almashtirib turish kerak bo'ladi. Shunaqa. Bunda unaqa emas. Buni o'zini stabilizatori bor. Sepni o'zini-o'zi ligrovka qiladi. Misol uchun qanaqadir holatlarda sep kengaysa yoki torayadigan bo'lsa, o'zini-o'zi ligrovka qiladi, to'g'irlab qo'yaveradi. Anchagina aqlli. Ancha aqlli narsa. Tushunarli. Cruise kontrollarini yoqib ko'rsataman. Cruise kontrollari. Adaptivmi bunday? Yo'q, bunda adaptivni bo'lmaydi. Cruise kontrol oddiy cruise kontrol bo'ladi. Xo'sh. Lekin nimagadir cruise kontrolimiz. Cruise kontrolimiz endi hozir biz trassada yurganimiz hisobiga 55 tezlikka qo'yib qo'yaman. Pedalga oyog'im bosayotganim yo'q. Mashina o'sha aytilgan tezlikda. Bu komplektatsiyamizda adaptivni bo'lmaganini hisobiga rulni boshqarib turish kerak, hamda tormozni nazorat qilib turish kerak bo'ladi. Xo'p, buni xuddi mana shu ko'rinishda 20 million qimmatiga, ya'ni hozir 344 million 900 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, ushbu avtomobilimiz 364 million 900 ming so'mga 7 Pro Max avtomobilni xarid qilsalar bo'ladi. Xo'sh. 7 Pro Max avtomobilimizda Farqlari. Bundan farqlari motori. Bunda 1.5 turbina 147 ta ot kuchi bo'ladigan bo'lsa, 7 Pro Maximizda 1.6 turbina 187 ta ot kuchli bo'ladi. Ot kuchi. MPI motor emas, GDI motor bo'ladi. Yana ham baquvvatroq motor qo'yilgan bo'ladi. Korobkasi o'sha 9 talik. 9 talik robot korobka olib keladi. Yana qo'shimcha farqlari, oldi o'rindiqlar faqat qizdiradigan funksiyaga ega bo'ladigan bo'lsa, 7 Pro Maximizda sovutish funksiyasiga ham ega. Hamda hozir biz faqatgina cruise controldan foydalangan bo'lsak, unda adaptivniy cruise control, avto stop, polosa udержаниялarigacha bo'ladi. Ana muxlislarimiz ko'rishingiz mumkin, qarab qoldi, qanaqa mashina ekan deb. Akan havas ketdi shekilli, kelsalar o'sha Nexia uchun nimani almashtirib beramiz. Nexia uchun almashtirib beramiz deganda, bizda trading bor. Esimizga tushdi. Kimdir sababchi bo'ladi deylik, mana shunday xalaq qilyapti. Kimdir sababchi bo'ladi va akani sababida trading dasturimiz borligini eslatib o'tamiz. Eski buni yurgan mashinangizni olib kelsangiz, biz o'sha hisoblab, agar narx-navosi sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, boshlanish to'lov evaziga olib qolamiz hamda sizga yangi minilmagan Tigo avtomobillarini, Cherry avtomobillarini qilib beramiz. Istalgan turini. Tigo 2 deydilarmi, Arizo 6 mi, Tigo 7 mi, Tigo 8 modellarimiz va Tigo 8'larimizda 2 xil bor. Turbo motorliklari bor, ya'ni dvigatelliklari hamda gibrid motorliklari bor. Gibrid motorliklarimiz ham hozirgi kunda juda ham ko'p savdosi keladigan mashinalarimiz hisoblanyapti. Xo'p, bundan tashqari hozir bizga Arizo 8'larimizda ham gibridlari kelyapti. Hali taqdimoti bo'lishi kutiladigan yana bitta avtomobilimiz bor, yangilik bo'ladi. Keyingi videolarda kuzatib borishni tavsiya qilamiz. Yana ham komfortliroq avtomobilimiz sotuvga chiqyapti hamda bu mashinalarimizdan ko'ra nima deydi? Sifat jihatidan hammasi bir xil, chunki biz faqat premium sifatdagi avtomobillarni sotamiz. Qulayligida bundan ko'ra komfortidan ko'proq komfortga ega bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizni hozir olgan joyiga qaytarib qo'yishga harakat qilamiz. Parktroniklarimiz ishlayapti. Xudo xolasa. Qarang, yana bitta narsa. Avtomobillik ancha bilinar ekan yo'lda yurganda. Bako o'yinaga e'tibor qilamiz. Qarang, menikiga ko'ring, menikiga. Ko'ryapsiz-a? Biz hozir drive'da turibmiz, ya'ni oldiga haydaydigan funksiyada zadniga qilamiz. O'zi moslayapti, ko'rdingizmi? Ya'ni bu pamять, настройка памяти боковых degan narsa bor. Saqlanib qilib qo'yasiz. Siz haydagan paytingiz o'sha gavdangizga moslab to'g'rilaysiz-ku. Haydagan paytingiz o'sha narsa sizni gavdangizga moslanganini ko'rsatishda yordam beradi. Parkovka qilayotganda elektronik ko'rsatyapti. Hozir yana sal haydasak, yana ham boshqacha ko'rsata boshlaydi. Xo'p, avtoxoldni o'chirib qo'yamiz, chunki avtoxold bizda parkovka qilganda sal xalaqit qiladi. Rastiyani o'zi ko'rsatib beribdi.
xalqqa yaqin kelyapmiz-ku. Qizil. Qizil chiziqqacha lekin bemalol haydab kelsa bo'ladi. Chiziqqacha. Ha, qizil chiziqqacha haydab kelsa bo'ladi. Zo'r. Endi tavakkal qilmaymiz. Shunday. Chunki bu kimningdir avtomobili bo'lishi mumkin. Shunday. Start knopkasi orqali mashinani o'chiramiz. Rushnitorimizni avtomatik o'zi ko'taradi. O'zi tortadi. Ha, yana bitta narsasini eslatib o'tishimiz kerak. Premium komplektatsiyamizda hozir birinchi pozitsiyamizda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Panoramamizda panorama tom. Panorama lyuk. Lyukimiz panorama bo'ladi. Panoramli bo'ladi, lyuk yarmigacha ochiladi. Yarmigacha ochiladi. Mana shuni ham ko'rsatib ketaylik, chunki videoni oxirigacha ko'rib, nimaga lyukni oxirigacha ochmading degan kommentariyalar ham bo'lishi mumkin. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga rahmat deymiz. Sababi o'sha xalqimizga manfaatimiz tegayotganidan xursandmiz. Bu hozir bitta poложениеda, yana bitta bo'lsa ikkinchi poложениеgacha ko'taradi. Oxirigacha ochdi. Oxirigacha ochiladi. Oynalarni tushirib qo'yamiz. Biz endi oddiy mana shu avtomobilning xaridorimiz, ya'ni egasimiz. Bo'ldi, Rashidjon, tushamiz. Bo'ldi. Biz ana oynalar ochiq qoldi. Tepada lyuklarimiz ochiq qoldi, to'g'rimi? Aha. Keling. Hop, besklichvoy do'stda o'zi uzoqlashgan paytingiz avtomatik bu quflanadi. O'zi avtomatik yopiladigan bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana. Ha, barmoq orqali oynalar ko'tarildi, lyuk ham avtomatik yopilyapti. o'zi yopadi. O'zi yopilyapti. Bu degani, meni o'zimda ham bo'lgan, mashina haydayman, uyga chiqqan payti bo'ladi-ku. Mashinani qufladimmi? Ha. Deysizda? Shunday. Keyin uydagi bolalarni jo'natib yuborasiz. Borib bitta qarabki, mashinani qufladimmi yoki bo'lmasa pultingizni yana bir marta bosib qo'yasiz. Mashinani qufladimmi? Shunday. Unaqa fikr endi xayolingizdan chiqib ketadi. Sababi mashinadan tushib ketasiz, o'zi avtomatik quflaydi. Zo'r. Xo'p, oblisovkalarimiz LED yonadigan faralar avtomatik yonadi. Keyin blижнida ro'paradan svet ko'radigan bo'lsa avtomatik bo'ladi. Xo'p, bu videoda hamma narsani ochiq, oshkora aytib o'tib ketamiz. Sababi intriga bo'lsin dedik. Intriga bo'lgan bo'lishi. Qolgan videolarda, qolgan avtosalonlarda boshlanish to'lovini aytsa, oylik to'lovini aytmaydi. Oylik to'lovini aytsa, boshlanish to'lovini aytmaydi. To'g'rimi? Beyzda keyin o'zi narxini necha puldan chiqarib beryapsizlar aka? Xo'p, avtokredit masalasi o'zi 4 xil usulda mashina xarid qilsa bo'ladi, Rashidjon. Xo'sh. Xo'p, naqd pulga, bankdan kredit asosida, foizsiz rassrochkaga, Xo'sh. bank aralashtirmasdan avtosalonni o'zidan yoki bo'lmasam birorta korxonasi, firmasi bo'ladigan bo'lsa, tashkiloti bo'ladigan bo'lsa, pul ko'chirish, ya'ni перечислениyaga ham olsa bo'ladi, bemalol. Xo'p, bizda hozir endi bank tartiblarini bilish uchun, kredit masalalarini ko'rish uchun avtosalonga tashrif buyurish kerak bo'ladi. Обязательно. Sababi uni pasportini scoring qilamiz. Pasport scoringini qaysi bank odobrение bersa, ya'ni muvaffaqiyatli o'tadigan bo'lsa, o'sha bank orqali hisob-kitob qilib beramiz. Biz 20 dan ortiq bank bilan ishlaymiz. Shuning uchun taxminan yoki tavakkalga ishongan holatda sizga birorta ma'lumot bera olmaymiz. Shunday. U ma'lumotni berganimizdan keyin u ma'lumot uchun javob berishimiz kerak bo'ladi. Shunday. Fakt bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, rassrochkani hisoblab beramiz. Sababi bo'lib to'lashda avtomobillarimizning narx-navolari aniq bo'ladi. Keling sizga o'shani kompyuter oldida ko'rsataman. Xo'p. Qaysi salonda sizdan shunaqa qilib so'ragan? Xo'p, qarang. Rassrochka masalasida biz haydab ko'rgan avtomobilimiz Tiggo 7 Pro ni premium komplektatsiyasi hisoblanadi. Keling, o'tirib oling. Chiroyli qilib o'tirib oling. Birga o'tirib. Xo'p, Rassrochkasini demak o'zi to'liq rassrochkasini hisoblab beramiz. Ha. Bizda rassrochkalarimiz ipoteka bank. Xo'p, bizda rassrochkalarimiz, kechirasizlar, sal noto'g'ri ma'lumot bo'lib ketdi. Hamkorbank, Transbank, Davrbank, Milliy bank orqali qilib beramiz. 4 ta. Undan tashqari yana boshqa banklarimiz ham bor. Mikrokredit bank, ipoteka bank, ya'ni Navoiyda bor banklarimizni deyarli 90% hammasi orqali rassrochka oformit qilib berishimiz mumkin. Faqat boya aytganimdek, barcha ma'lumotlarni to'liq batafsil bilish uchun avtosalonga tashrif buyurish kerak bo'ladi. Xo'sh. Avtomobilimiz hisob-kitobi bo'yicha Tiggo 7 masalasida bo'ladigan bo'lsa, 344 million 900 ming so'm mashinamiz tannarxi. Xo'p, eng kam boshlanish to'lovimiz 25% 30% tashkillashtiradi. 30% boshlanish to'lovi evaziga biz bu avtomobilimizni 12 oy muddatga befoiz bo'lib to'lashga qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh. 103 million 450 ming so'm mashinamiz tannarxidan to'laysiz. Oylik to'lov 20 million 119 ming so'mdan chiqadi. Necha oyga bu? Bu 1 yilga, ya'ni 12 oyga chiqadigan 12 oyga chiqadigan summa bo'ladi. Xo'p, hozir 1 million. Xo'p, qarang. 20 million
119.167 so'm. Shunaqami? 67 so'm. Ko'pchilik mana shu hisob kitobda aytishi mumkin, foiz qo'shilyapti yoki boshqa qilyapti deb. Biz hozir mana hisoblab beramiz. Qarang, 20 million 119.167 so'mdan oylik to'lov chiqyapti. 12 oy muddatga ko'paytiramiz. 241.430.004 so'm bo'ladi. Endi bunga 103.470.000 so'mni qo'shamiz. Jami 344.900.000 so'm. Avtomobilimizga qo'shilaydigani yo'q. O'zining narxi bo'ladi. O'zining narxi. Faqat eslatib o'tamiz, hurmatli mijozlar, 103.470.000 so'mdan tashqari avtosug'urta bor. Ya'ni garovga qo'yilgan mol-mulk sug'urtasi. Bu hamma bankniki har xil bo'ladi. O'sha uchun sug'urta pulini qo'shmayapmiz. Sababi sug'urta pulini qo'shadigan bo'lsak, misol uchun sizga qaysidir bank o'sha tartibda berishda skoringdan o'ta olmasa pasportingiz boshqa bankka murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Boshqa bankda sug'urta foizlari balandroq yoki kamroq bo'lishi mumkin. Har xil bo'lishi mumkin. Hammasi har xil bo'ladi. Bu videoni tagida ko'pchilik yozishi mumkin, 20 million bu juda ham qimmat-ku. Hamma to'la olmaydi. Misol uchun o'zim ham shu fikrdaman, sababi 20 million to'lash uchun oddiy oylik oladigan odam bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha 5 million yoki 4 million oylik oladigan bo'lsa, bir 6 oy yoki 5 oy ishlash kerak bo'ladi. Hurmatli xaridorlar, hurmatli o'sha muxlislarimiz, bu taklif bu. Sizlarga majburiyat emas. Bu taklif. 20 milliondan imkoniyati yetadigan odamga mana shu holatda. Yoki bo'lmasa, boshlanish to'lovlari ko'proq bo'ladi, oylik to'lovlari kamayib ketaveradi. Xo'p, avtokredit masalasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bizda avtokreditlarimiz boshlanish to'lovi stavkasiga qarab 1% dan 25% gacha qilib beramiz. Undan tashqari avtomobilimizni boya aytganimizdek naqd pulga yoki kredit asosida xarid qiluvchilar uchun 25 million so'm foyda. Ya'ni naqd pul ishtir sanayman deganlar odam degan mijozlarimiz uchun 319.900.000 so'm narxida avtomobil xarid qilish taklifini berishimiz mumkin. 25 million arzon qilib beramiz. 25 million arzon olib ketadi. Xo'p, videomiz cho'zilib ketdi o'zi. Chunki ko'pchilik bu joygacha ko'ra olmasa ham kerak. Agar mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga like bosib keting hamda plus tugmasini bosib ketsangiz, rassrochkamizda boshlanish to'lovlari hamda grafiklari haqida to'liq ma'lumotlarni Telegram raqamingizni tashlab ketsangiz, Telegram raqamingizga tashlab beramiz. Alohida tashlab beramiz. Alohida tashlab beramiz. Xuddi shunaqa. Manzil borasida yana bir marta to'xtalib o'tamiz. Bizda avtosalonimiz Toshkent-Buxoro yo'lida M37 trassasida joylashgan bo'lib, xalq tilida aytganda Karmanada, Eshshaharda, aniqroq Eshshaharda, ya'ni Navoiy viloyati Karmana tumani, Eshshahar voyenkomatdan o'tgandan keyin Mohina to'yxonasiga yetmasi chap qo'lda keladi. Ish vaqtimiz har kuni ertalabki soat 9:00 dan kechki 20:00 gacha bo'ladi. Yana bir marta ta'kidlab o'taman, bepul test drive'imiz 18:00 gacha kelgan har bitta mijozimiz uchun bo'ladi. Xo'p, undan tashqari bizda Tigo 2 hamda Ariza 6 avtomobilni xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun 60 oygacha bo'lgan rassrochkamiz ham mavjud. Rassrochkalarimiz eng kam boshlanish to'lovi 25% dan boshlanadi. Batafsil hamda to'liq ma'lumot olish uchun albatta avtosalonimizga tashrif buyuring. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosing hamda kanalga podpiskani bosib qo'ying. Keyingi videolarda bundan ham qiziqroq videolarni chiqarib boramiz. Gap yo'q, sizga katta rahmat.